aytamiz qo'rqinchlikmi? Chunki ko'p bemorlarimiz shu haqida so'raydi. Men Razaqova Ruqiyaxon shu bilak sohasidan lat yegan edim. Keyin shu opaga murojaat qildim, Musavat opalarga. Operatsiya qilishdi. Ablatsada sizda chok qolarkanmi, yo'qmi, shunaqa bemorlardan savol bo'ladi. O'shani ham bemorlar endi olmoqchi bo'lgan bemorlarimizga bir ma'lumot berib ketsangiz. Yo'q, chok qolmas ekan. Oddiy bir ruchkani tochka qilganingizdaqa holat bo'larkan holat. Na qo'rqinchlik chok qolib yoki bir asorat beradigan holati yo'q ekan. Muolajada qanaqa o'zingizni his qildingiz? Qo'rqinchli bo'ldimi yoki unaqa qo'rqinchli emasmi? Bemorlar uchun bir ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Faqat o'sha nerv qismi, tirik sohasi jicha og'riq berdi, qolgan sohalari og'riq bermadi. Lekin qo'rqinchli emas. Bemorlar kirsa osab bo'laverar ekan. Operatsiyadan burun barmoqlar ishlamas edi. Mana shu holatda turar edi. Endi operatsiyadan keyin mana bu holatga keldi. Hozir yaxshi. Seanslarini olyapman.